Aziz do'stlar, Xurmo kanalini kuzatib, bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun sizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz va faolligingiz bizni yangi va sifatli videolar tayyorlashga ilhomlantiradi. Ushbu son do'stlarimiz Uzum ko'magida tayyorlandi. Uzum oziq-ovqat xarid qilishdan tortib, hisob-kitoblarni to'lash va biznesni rivojlantirishgacha bo'lgan turli xil vazifalarni hal qilish uchun qulay hamda zamonaviy xizmatlardir. Aynan ularning ko'magi tufayli biz siz uchun yanada qiziqarli va foydali videolar yaratishda davom etmoqdamiz. Agar kanalimizdagi kontent sizga yoqsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Sizning yordamingiz Xurmoning rivojlanishi uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Maroqli tomosha tilaymiz. 18-asrda burjua ishlab chiqarish munosabatlari ijtimoiy hayotga tobora chuqurroq kirib bordi. Biroq feodal sarqitlar iqtisodiyotining yanada rivojlanishiga to'sqinlik qilardi. Oltinni boylikning mohiyati sifatida tasavvur qilish endi mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Ingliz olimi William Petty iqtisodiy muvaffaqiyatning asosiy manbai sifatida ishlab chiqarishni rivojlantirishni taklif etdi. Bu g'oya 18-asr mutafakkirlari orasida keng qo'llab-quvvatlandi. Richard Cantillon jamiyatni 3 ta asosiy sinfga, yer egalari, yollanma ishchilar va tadbirkorlarga bo'lishni taklif qildi. Uning 3 renta nazariyasiga ko'ra, iqtisodiy faoliyatning asosiy ishtirokchisi bo'lgan fermer yerga ishlov berishdan daromad oladi. Birinchi rentani yer egasiga, ikkinchisini shahar hunarmandlariga ularning tovarlari va xizmatlari uchun to'laydi. Uchinchi renta esa uning o'z daromadi hisoblanadi. Cantillon taklif etgan tuzilma keyinchalik iqtisodiy tizimni tavsiflashning standart usuliga aylandi va bugungi kungacha turli sohalar iqtisodchilari, tarixchilar va sotsiologlar tomonidan keng qo'llanilmoqda. Ta'kidlash joizki, Cantillon g'oyalari 18-asrda Fransiya iqtisodiyotining og'ir ahvoli tufayli ommalashdi. Shunday qilib iqtisodiyotda fizokratlar maktabi paydo bo'ldi. Ular savdoga emas, balki ishlab chiqarishga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidladilar. Merkantilistlardan farqli o'laroq, fizokratlar iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishdan ozod qilishni taklif etdilar. Fizokratlar fransuz amaldori François Quesnay boshchiligidagi birinchi haqiqiy ilmiy iqtisodiy maktab edi. Quesnay nazariyasiga ko'ra, savdo moddiy ne'matlarni yaratmaydi, balki faqat ko'chiradi. Shuning uchun iqtisodiy tahlil sof mahsulot manbai tabiat va qishloq xo'jalik mehnati bo'lgan ishlab chiqarish sohasiga qaratilishi lozim. Quesnay Cantillonning ijtimoiy tasnifini yanada rivojlantirdi. Uning fikricha, mulkdorlar sinfi ishlab chiqaruvchi sinf tomonidan yaratilgan sof daromadni oladi. Yer egalari, renta, ruhoniylar undan bir ulush, hukumat esa soliq oladi. Qolgan barcha tadbirkorlar, yollanma ishchilar, hunarmandlar, shuningdek yirik va mayda savdogarlar samarasiz sinfni tashkil qiladi. Bu sinf faqat o'ziga berilgan xom ashyoni, masalan, qishloq xo'jaligiga yetkazib beradigan xom ashyoni qayta ishlashi mumkin. Ana shu tasnif asosida keyingi iqtisodiy nazariyada birinchi bo'lib doiraviy aylanish modelini taklif etdi. Unga ko'ra, dehqonlar o'z mahsulotlarini samarasiz sinfga sotishdan 2 milliard livr daromad olgach, ularni yer egalariga yerdan foydalanganliklari uchun renta sifatida beradilar. Ikkinchi bosqichda yer egalari bu renta hisobiga dehqonlardan oziq-ovqat, samarasiz sinfdan hunarmandchilik buyumlari sotib oladilar. O'z tovarlarini yer egalariga sotishdan tushgan mablag'ga samarasiz sinf dehqonlardan oziq-ovqat xarid qiladi. Nihoyat, 4-bosqichda fermerlar samarasiz sinfdan 1 milliard livrlik eskirgan asbob-uskunalar o'rnini bosadigan jihozlar sotib oladilar. Ammo bu mablag' shaharliklar o'z mahsulotlarini ishlab chiqaradigan xom ashyo evaziga fermerlarga qaytadi. Natijada, yangi qishloq xo'jalik yili boshida vaziyat dastlabki holatga qaytadi. Fermerlar ishni davom ettirish uchun zarur bo'lgan aylanma mablag'ga, shuningdek renta to'lash va o'z sarmoyasini qoplash uchun 3 milliard livrga ega bo'ladi. Samarasiz sinfda esa ishlab chiqarishni davom ettirish uchun resurslar mavjud bo'ladi. Agar bu jarayonlarning jadvalga kiritilsa, sof mahsulot haqiqatan ham faqat fermerlar tomonidan yaratilishi yaqqol ko'rinadi. Albatta, bu model o'ta soddalashtirilgan. Videoni to'xtatib, uning kamchiliklari haqida o'ylab ko'ring. Birinchidan, u faqat oddiy takror ishlab chiqarishni, ya'ni bir xil narxlarda o'zgarmas hajmda takrorlanadigan ishlab chiqarishni aks ettiradi. Ikkinchidan, tovarlar harakati ishchi bozor bilan cheklanib, tashqi iqtisodiy aloqalar e'tiborga olinmaydi. Uchinchidan, iqtisodiyot qishloq xo'jaligi sikliga qattiq bog'langan. Aytgancha, iqtisodiy tafakkur tarixdagi kapitalning ilk tasnifi aynan Kenyaning qalamiga mansub. U merkantilistlardan farqli o'laroq pulni o'z-o'zidan unumsiz va hech narsa ishlab chiqarmaydigan deb hisoblagan. Qishloq xo'jaligida bir necha ishlab chiqarish sikli davomida foydalaniladigan dastlabki avanslar va bir ishlab chiqarish sikli mobaynida ishlatiladigan yillik avanslar boshqa masala.
Bu tasnif bizning davrimizgacha yetib kelgan. Kapital asosiy belgilaridan biriga ko'ra asosiy va aylanma kapitalga bo'linadi. Fiziokratlar g'oyalarining rivojlanishiga fransuz siyosatchisi Jak Turgo salmoqli hissa qo'shdi. U sof mahsulot nafaqat qishloq xo'jaligida, balki sanoatda ham yaratilishini aniqladi. Turgo foiz stavkalariga alohida e'tibor qaratadi. Uning ta'kidlashicha, foiz stavkasi bozor termometri vazifasini bajaradi. Past stavkalar kapital ortiqchaligini, yuqori stavkalar esa aksincha pul va resurslar tanqisligini ko'rsatadi. Siyosatchi sifatida Turgo fiziokratlar g'oyalarini davlatning iqtisodiy rolini cheklash orqali amalga oshirishga urinadi. Uning tashabbusi bilan Fransiyada don va un erkin savdosi joriy etildi. Tadbirkorlik rivojlanishiga to'siq bo'lgan hunarmandchilik sexlari tugatildi. Tabiiy ravishda bunday siyosat elitaning kuchli qarshiligiga uchradi. Turgoga qarshi cherkovga davlat bojlari solishga uringanidan g'azablangan ruhoniylar chiqdi. Mavjud cheklovlardan foyda ko'rish imkoniyatidan mahrum bo'lgan savdogarlar ham unga qarshi turdi. Eng muhimi esa o'z imtiyozli mavqeiga xavf tug'ilganini his qilgan savdogarlar edi. Siyosiy ta'qiblar oqibatida Turgo 1776-yilda iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. Uning ketishi barcha iqtisodiy loyihalarning barbod bo'lishiga olib keldi. Biroq eski tartib uzoqqa cho'zilmadi. 13 yildan so'ng buyuk fransuz inqilobi boshlanib amaldagi qirol Ludovik 16 qatl etildi. Shunga qaramay fiziokratlarning iqtisodiyotga qo'shgan nazariy hissasini baholash qiyin. Aslida fiziokratlar maktabi zamonaviy iqtisodiy nazariyaning paydo bo'lishiga zamin yaratdi va aynan uning vakillari tarixdagi eng muhim iqtisodchi Adam Smith suyangan ulkan olimlarga aylandi. Xulosa qilamiz. Fiziokratlar feodal cheklovlarni rad etib, burjua munosabatlarini jamiyat va insonning haqiqiy tabiatiga mos keladigan tabiiy munosabatlar sifatida baholadilar. Ular merkantilistlarning pul muomalasidan boylik kelib chiqish haqidagi qarashlarini inkor etib, qishloq xo'jaligini butun iqtisodiyotning poydevori deb bildilar va uni yagona haqiqiy ishlab chiqaruvchi soha deb hisobladilar. Fiziokratlarning umumiy g'oyasi iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtirish va xo'jalik hayotida davlat rolini kamaytirish edi. Bu maktabning yetuk namoyandalari François Kenye va Jak Turgo edi. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Va albatta, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.